Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Siz Samarqand davlat universiteti sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar fakulteti axborot xavfsizligi yo'nalishi talabasi kiberxavfsizlik laboratoriyasi ishtirokchisi bo'lmish Sobirova Shahinaning video darsliklar turkumini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi video darsimizning mavzusi tahdid, zaiflik va xavf farqi. Bu darsda biz threat, vulnerability, exploit va risk tushunchalari o'rtasidagi farqni o'rganamiz. Shuningdek, attack surface, ya'ni hujum yuzasi hamda riskni baholash asoslari bilan ham tanishamiz. Keling, darsni boshlaymiz. Nima uchun bu tushunchalar muhim? Bu tushunchalarni bilish kiberxavfsizlikda juda muhim hisoblanadi. Chunki har qanday hujum avval tahdiddan boshlanadi, keyin u tizimdagi zaiflikni topadi va undan foydalanadi. Agar biz zaifliklarni vaqtida aniqlasak va xavfni baholasak, tizimni ancha ishonchli himoya qila olamiz. Shuning uchun har bir kiberxavfsizlik mutaxassisi bu tushunchalarni yaxshi bilishi kerak. Endi threat, ya'ni tahdid nima ekanligini ko'ramiz. Tahdid bu tizimga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan har qanday manba yoki hodisadir. Masalan, xakerlar, viruslar, DDoS hujumlari yoki phishing xabarlari tahdid hisoblanadi. Muhimi, tahdidning o'zi hali zarar yetkazmagan bo'lishi mumkin, lekin imkoniyat topishi bilan hujum qilishi ham mumkin. Keyingi tushuncha vulnerability, ya'ni zaiflik. Zaiflik bu tizimdagi himoya kamchiligi yoki xatolikdir. Masalan, oddiy parol ishlatish, dasturlarni yangilamaslik yoki serverni noto'g'ri sozlash zaiflik hisoblanadi. Aynan mana shu zaifliklardan hujumchilar foydalanadi. Shuning uchun zaifliklarni o'z vaqtida bartaraf etish juda muhim hisoblanadi. Exploit bu hujumchining zaiflikdan foydalanish usuli yoki maxsus kodidir. Masalan, SQL injection yordamida ma'lumotlar bazasiga kirish yoki buffer overflow orqali dastur xotirasidagi xatolikdan foydalanish mumkin. Demak, exploit zaiflikni amalda ishlatishga xizmat qiladi. Endi risk, ya'ni xavf haqida gaplashamiz. Risk bu tahdid, zaiflik va ta'sir birgalikda yuzaga keltiradigan zarar ehtimolidir. Ya'ni bu tahdidning zaiflikdan foydalanishi natijasida tizimga yetkazishi mumkin bo'lgan zarar ehtimoli. Uni quyidagi formula bilan ifodalash mumkin. Xavf, tahdid, zaiflik va ta'sirning ko'paytmasiga tengdir. Ya'ni tahdid mavjud bo'lsa, tizimda zaiflik bo'lsa va hujumning ta'siri katta bo'lsa, risk ham juda yuqori bo'ladi. Agar shu omillardan hech bo'lmaganda biri kamaytirilsa ham, risk kamayadi. Bu to'rtta tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Avval tahdid paydo bo'ladi, keyin u tizimdagi zaifliklarni topadi. Shundan so'ng exploit yordamida undan foydalanadi. Natijada esa risk, ya'ni zarar yetkazish ehtimoli yuzaga keladi. Bu ketma-ketlikni tushunish kiberhujumlarning qanday sodir bo'lishini yaxshiroq anglashga yordam beradi. Endi attack surface, ya'ni hujum yuzasi bilan tanishamiz. Attack surface bu hujumchi foydalanishi mumkin bo'lgan barcha kirish nuqtalarining yig'indisidir. Masalan, login sahifasi, elektron pochta, API, Wi-Fi tarmog'i yoki bulut xizmatlari attack surface tarkibiga kiradi. Attack surface qanchalik katta bo'lsa, hujum qilish imkoniyati ham shunchalik ortadi. Shuning uchun keraksiz xizmatlarni o'chirish, kuchli parollardan foydalanish va tizimni muntazam yangilab borish hujum yuzasini kamaytirishga yordam beradi. Riskni kamaytirish uchun esa bir nechta oddiy choralar mavjud. Birinchidan, tizimdagi zaifliklarni aniqlash va bartaraf etish kerak. Ikkinchidan, kuchli parollar va ikki bosqichli autentifikatsiyadan foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, dasturlarni muntazam yangilash va foydalanuvchilarni kiberxavfsizlik bo'yicha xabardor qilish ham riskni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bugungi darsda threat, vulnerability, exploit, risk va attack surface tushunchalari bilan tanishdik. Bu tushunchalar kiberxavfsizlikning asosiy elementlari hisoblanadi va tizimlarni samarali himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Shuning bilan darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bizni ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishni davom eting. Agarda darsimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bizni o'z fikringiz bilan mamnun qilishingizdan xursandmiz. Xavfsiz raqamli kelajak birgalikda bizdan boshlanadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.